O'zimizni Namanganda RMK qush bozori bo'lib turib, Qo'qonga kelganmiz. Muhammad Rizo qushlari, Mayhopeus. Atmetga qilib ketamiz. Muhammad Rizo sizni ko'rgani kelganmiz Qo'qonga. Narxlar bilan tanishtirib o'ting, necha pul bular? Blagorodniy paramiz рабочий para 1990 dollar ekan. Рабочий para ekan, 1990 dollar. Bu ham рабочий para, bu 750. Kitayskiy blagorodniy deyiladi. 750 dollar ekan. Bu o'zimizda zo'r ishlayapti, kostyumasin. Zoparkda favorada o'sha ikki partiya ishlab, uchinchisiga ham harakat qilib turib. Bu yoqda Aleksandrlar o'zimizda Aleksandrlar ekan 650 dan. Mana Maliyara O'zbekistonda bitta bo'lsa kerak, sizda bu turidan. Yo'q. Qanotini ustida qizili boridan bor, aydab bitta hektar uchun ko'rdik. Böyle imminali Polly degan kino bor. Kinodagidan ekan. Necha pul buni parasi? 1100 deyapmiz. 1100 dollar ekan. Keyin bunaqani ham zo'rini chiqib qo'yibsiz rubillar. Necha pul bu? Bular 300 dollar. 300 dollar. O'ta tiniq ekan bu. Bular 1990. Qaysiga qiziqsalaring, profillarni atmetga qilib qo'yamiz. O'tib o'zlari bilan gaplashishlaring mumkin. Telefon nomerlarini ham yozib qo'yamiz, lekin qushlar hammasi ideal holatda zo'r ekan.